O'limimdan qayta tug'ilishimgacha men bu yerda 7 marta azob chekdim. Hatto nima uchun ekanligini ham bilmayman. Xuddi bu dunyo meni hech qachon qabul qilmagandek, hamma meni o'ldirmoqchi. 8-marta rivojlanganimda qayta tug'ilishimga imkon qolmadi. Faqat bor kuchim bilan bu dunyodan chiqib ketishim kerak edi. Ammo o'sha kuni men akam bilan uchrashdim va birinchi marta o'zimga xos ismga ega bo'ldim. Hauye. Menga bu ism yoqardi. Meni 7 marta o'ldirganlar og'zidan aytilgan Austin Griffin emas edi. Evolyutsiyam uchun kerak bo'lgan asl kuchim bu dunyo tomonidan olib qo'yilgan edi. Shuning uchun ham men har safar xavf bilan duch kelishimga to'g'ri kelardi. Ammo bu safar akamning yoniga xavfsiz qaytaman deb o'ylagandim. Aka, bu mening oxirgi tug'ilishim. Ammo men sendan hali ham ajralishni xohlamayman.